Sifatli urug'lik mo'l hosil garovi ekanligini ko'pchilik yaxshi biladi. Uni tayyorlash, zararli hasharotlardan saqlash, fermer klasterlarga serhosil va kafolatlangan urug'lik yetkazib berish chuqur bilim va katta e'tibor talab etiladigan jarayon. Ana shu mashaqqatli va mas'uliyatli ishlarni tanishtirish va amalda ko'rsatib berish maqsadida O'zagro inspeksiya tomonidan press tur tashkil etildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasida urug'lik tayyorlashning eng muhim jihatlari, laboratoriya tahlillari jurnalistlarga tushuntirildi. Aytish kerakki, bu yerda yangi tizim asosida laboratoriya tekshiruvlari tashkil etilgan. Urug' sifatini baholashda qo'llaniladigan QR kod va yorliqlash ishlari haqida shu yerning o'zida press tur ishtirokchilariga batafsil ma'lumot berildi. Bo'stonliq kartoshkachilik markazi urug'lik va yegulik kartoshkalarni yetishtirish bo'yicha ixtisoslashgan ishxona bo'ladi. Bizda hozirgi kunda urug'lik va yegulik kartoshkalarimiz ishlab chiqarish jarayonlari olib borilmoqda. Urug'lik kartoshkalar o'z mijozlariga sifatli yetib borishi uchun qadoqlangan holatda beriladi. Bu qadoq oldinlari qog'oz shaklida umumiy ma'lumotlari, kartoshkaning xarakteristikasi, razmerlari, reproduksiyalari qog'oz shaklida mijozlarga taqsim qilingandi. Hozirgi vaqtda bo'lsa elektron tizimli QR kod orqali har bir qadoq ustiga etiketkalab topshirilmoqda. Buni sifatli afzallik tomonlari har bir mijozlarimiz QR kod orqali mahsulotimizni har bitta ichidagi ma'lumotlarni va buni ichida ishxonamizni o'zini rekvizitlari, aloqa manbalari hammasi mavjud. Bu bizga hozirgi kunda juda ham qulaylik yaratmoqda. Ta'kidlash kerakki, markaz tomonidan 2026-yilning birinchi choragida jami 2338 ta ariza qabul qilinib, shundan 1551 tasi import, 787 tasi esa mahalliy urug'liklar hissasiga to'g'ri keladi. Urug'lik va ko'chatlarga berilgan arizalar asosida jami 3.750.000 donadan ziyod QR kodli yorliqlar taqdim qilindi. Press turning keyingi manzili Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida faoliyat yuritayotgan kartoshkachilik markazi bo'ldi. Aytildiki, joriy yilda urug'lik kartoshka bo'yicha 7000 tonnadan ortiq namuna tekshirilib, 6805 tonnasi ijobiy, 68 tonnasi salbiy baholandi. 188 tonnasi bo'yicha sinovlar davom etmoqda. Bu yerda har bir urug'lik chuqur laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilib, zararkunanda va kasalliklardan xoli sifatli urug'lar ijobiy xulosa olingandan so'ng dehqonlarimizga yetkazib beriladi. Albatta, dehqon manfaatini ko'zlab hosildorlikka, kasalliklarga chidamliligi saqlash va tashishga alohida e'tibor qaratiladi. Yangiyo'l tumanidagi urug'liklarni saqlash va jo'natish bilan shug'ullanadigan yana bir korxona faoliyati press turga yakun yasab berdi. Ushbu manzilda urug'likni sifatini buzmay qanday haroratda saqlanishi, logistika imkoniyatlari va fermerlar uchun yaratilgan qulayliklar haqida batafsil ma'lumot berildi. Press tur davomida jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislari tomonidan atroflicha javoblar qaytarildi.